Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar, mana Navoiy viloyatida Zarafshon shahridan Namangandagi Rayhona shifo klinikasiga biza opa-singillar hammamiz 5 kishi davolangani keldik. Boshliqlari Alisher Usmonov rahbarligida ko'rib chiqilib, biza rosa tekshirib, o'zinglardan o'tib, kamchiliklarimizni, kasalliklarimizni aniqlab, shunga qarab muolajalar bizga yozib berishdi. Bu yerda shunaqa e'tibor bilan qarashdi. Muomalalari o'zi bir shifo ekan. Juda e'tiborda bo'lib, bizlarni giyohlar bilan vaqtiga qarab, giyohlarni damlab, chiroyli, Allohim rozi bo'lsin hammasidan. Juda e'tiborda bizlarni qarab, mana 10 kun davolandik. Natijasida birinchi kelib tushganda o'zinglarni hozir oxirgi kun bugun davolanib bo'ldik. Oxirgi kun ham mana bugun o'ziga tushdik-da, ikkalasini solishtirsak ancha natijalar yaxshi. Men juda og'ir holatda Covid bo'lgandim. O'sha Coviddan keyin ahvolim juda og'ir edi. Shundan beri har 3 oyda qonim quyuq bo'lib qolib, o'zim og'ir bo'lib turib, velalarim yo'q, shunday qiynalgandim. Xudoga behisob shukr, maniki qonlarimni suyultirishib, Allohim rozi bo'lsin hammasidan. Hijamalar qildik, zuluklar oldik, yaxshi vannalarga tushib turib, natijasida mana shu tabiiy holda giyohlar bilan davolanib, hammasi o'z holiga qaytdi. Mingdan ming behisob shukronlar bo'lsin. Boshliqlarga ham, hamshiralarga ham juda e'tiborda bo'lishdi. Rozimiz hammasidan. Alloh rozi bo'lsin. Rizqlariga, umrlariga, kasb-korlariga Allohim barakotlarini yog'dirib, Allohim biz borgan joyga, Alloh to'yiga, mehmonlikka Allohim chaqirsin. Bular ham bizdek qayta hajlarga borib, hojatda hojona bo'lishlarini Allohim o'zi nasib aylasin. Iltimos sizlardan bekorga sanatoriya deb, lecheniya deb pullaringizni, vaqtlaringizni ketkazib yurmanglar. Birinchi doim tozalanishdan boshlash kerak ekan. Mana tozalandik, endi qolgani juda a'lo darajada bo'ladi. Bu yerga Xudo xolasa vrachni maslahati bilan 6 oyda, yiliga 2 marta, 3 marta tozalanib turish kerak ekan. Xudo xolasa yana qaytamiz. Sizlarga ham shuni maslahat berardim. Sanatoriya deb pullaringizni xarajat qilib, vaqtlaringizni yo'q qilib yurmanglar. Bu yerga kelib tozalanib, keyin davolansanglar, effektini ko'rasizlar Xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.